Salom, yagona va haqiqiy Xudo bo'lgan Rabbimiz va najotkorimiz Iso Masihning otasidan inoyat va tinchlik bo'lsin. Og'zini tanlanganlarga ochib beradigan Xudo, qalb ko'zlarini yoritadigan Xudo, tirik, ta'sirchan va o'tkir sozga ega bo'lgan Xudo, chinakam Xudo, hukmron va rahmdil Xudo. Rahmdil, hamma narsani biluvchi, alfa va omega, boshlanish va oxir, bizning choponimiz, Rabbimiz, qutqaruvchimiz, gunohlarimiz uchun tolif bo'lgan Xudo, u haqiqiy tog, tong yulduzi, shoron guli. Men sizga Iso haqida ko'p narsalarni gapirib bera olaman, chunki u meni yaratgan. Yangi inson sifatida u menga ruh orqali uning kalomini sevishni, najot uchun minnatdor bo'lishni, azaldan yashiringan sirlarni tushunishni o'rgatdi. Shuning uchun men bugun shu yerdaman. Men Rio de Janeirodagi tirik Masih xushxabar cherkovidan bo'lgan havoriy Mikelanjeloman. Barchaga o'z asl tillarida, o'z lahjalarida salomlarimni yo'llayman. Xudo bizning global dunyomizga joylashtirganlar. Gratia Missions hozirda 54 ta mamlakatda 20 xil tilda faoliyat yuritmoqda, chunki Xudo shoshilmoqda. U o'z tanlanganlarni, saylanganlarni, yer yuzining to'rt burchagida bo'lganlarni najot qilmoqchi. Shuning uchun u shunday deydi: boringlar va xushxabarni targ'ib qilinglar. Butun jahon xalqlari to'liq eshitib bo'lgach, ana shunda oxir keladi. Bundan buyon qanday paytda yashayotganimizga qarang. Keyingi bir necha daqiqa juda o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Chunki men bilamanki, boshqa tomonda odamlar mendan kimligimni so'rashmoqda. Men bu yer yuzida nima qilyapman? Hayotimdagi narsalarni yaxshilash uchun nima qila olaman? Masihdagi Xudo, Iso Masihda men uchun nimaga ega? Bilaman, juda ko'p odamlar bor. Javoblar kerak. Shunday qilib, bugun biz ruh orqali, osmondan keladigan ilhom orqali, muqaddas ruh orqali gapiramiz. Men siz bilan mahkumlikdan ozod bo'lgan va ruhda yashash haqidagi ruhiy mavqe haqida gaplashmoqchiman. Bilaman, siz ham men kabi ko'p marta o'zingizni aybdor his qilgansiz. Men dindor odam edim. Rim katoligi sifatida men ruhiy tasavvurga ega emas edim. Ozod qiluvchi bilimga ega emas edim va cherkov ichida o'zimni quldek his qilardim. Shuning uchun ham aybdorlik hissi meni tez-tez qiynardi. Chunki ibodat paytida men hamma narsa uchun o'z aybimni, eng chuqur aybimni aytishni o'rgandim. Lekin hech narsada aybdor emas edim. Axir ota-onam meni homilador qilganida men gunohda tugilganman. Men ham qutqarilish uchun hech narsa qila olmadim. Birinchi odam ato gunoh va olimni olib keldi. Ikkinchi odam ato Iso ruhni olib keldi va hayot berdi. Shunday qilib, men ko'pincha 60 ta qamalib qolgandek his qilardim. Va boshqa tomonda 60 ga qamalib qolgan, Xudo sizdan juda norozi bo'lib turgandek his qiladigan odamlar ham bor. Bilasanmi, ko'plab masihiylar hamon eski yahudiy qonunchilik tizimiga qamalib qolganidek yashashadi. Ular Xudoni rozi qilish uchun juda ko'p harakat qilishadi. O'z kuchlari bilan ko'p yuklarni ko'tarishadi. Iso Masih allaqachon ko'targan, to'lagan va hayotimizdan olib tashlagan narxlarni yana o'zlari to'lashadi. Shunday qilib, muqaddas ruh bugun Rioga, Braziliyaga va dunyoga shunday deydi: hech kim siz uchun hech qanday hukm yo'q. Agar siz Masihda bo'lsangiz, Iso. Bu yoqimli jumla emas. Bu Xudoning abadiy hukmidir.
Bu abadiy qaror qilgan Xudoning farmonidir. Bizga qarshi yozilganlarning hammasini, bizni ayblaganlarning hammasini o'chirish uchun. Inoyat bizni Xudoga biror narsani isbotlashga chaqirmaydi. U bizni Masihning Golgota xochida allaqachon qilgan ishlarida dam olishga chaqiradi. Inoyat sizdan hech narsani isbotlashingizni so'ramaydi. Bu sizga hamma narsa allaqachon Golgota xochida isbotlanganligini eslatadi. Golgota xochi. Yuhanna 19-bob 30-oyatda amalga oshdi deb aytgan aynan u edi. Ton sumato estum. O'sha paytda u jazoni, og'riqni, hukmni, gunohni va oxirgi hukmni o'z zimmasiga oldi. Kasallik va xastaliklar Golgota xochiga mixlandi, toki biz gunohga olik bo'lib, uning yaralari orqali solihlik uchun yashashimiz mumkin bo'lsin. Biz Saraning oldiga bordik. Ya'ni Xudoning marhamati, mukammallik ahdi, eski ahdni, qonunni bekor qilgan yangi ahd. Qonun masif qilgan ishni qila olmasdi va faqat masif qildi. Shuning uchun men sizga aytamanki, bugun yangi non, bilim Rabbimizning vahiysi keladi. Bu sizni uzib qo'yadi va so'z o'zining xatosiz va benuqson kuchi bilan hatto qalb istaklariga ham kirib boradi. Chunki Xudo o'sha yerda ishlaydi. Inson reja tuzishi mumkin, ammo og'izdan chiqadigan to'g'ri javob egamizdan keladi. Insonga to'g'ri ko'rinadigan yo'llar bor, lekin oxir-oqibat ular olimga olib boradi. Keyin u mehr bilan keladi. Muloyimlik Rabbimizning ruhi. Halleluja. Va u hozir butun dunyo bo'ylab tarqalgan tanlanganlariga shunday deydi: Masihda bo'lganlar uchun hech qanday hukm yo'q. Iso: Xudoga shukr, ayting, Xudoga shukr. Hukm bo'lmasin, chunki Iso Masihdagi hayot ruhining qonuni sizni qonundan, gunohdan va o'limdan ozod qildi. Chunki qonun tana tomonidan zaiflashtirilgan narsada ojiz edi. Xudo o'z o'g'lini gunohkor tana va gunohga o'xshash holda yuborib, shunday qildi. Va albatta Xudo tanadagi gunohni qoraladi. Xudoga hamdlar bo'lsin. Qonun mukammal edi, lekin u quyidagilarga bog'liq edi va so'z shunday deydi. Lekin u nomukammal erkakka bog'liq edi. Hech kim hech qachon Yahudiy qonunining barcha 613 amrini, hatto 10 ta amrni ham bajara olmagan. Hech kim bu amrlarga hech qachon amal qilmagan. Hammasi. Ha, sizga aytamanki, hatto Iso ham shanba haqida. Shanba men uchun yaratilgan, men shanba uchun yaratilmaganman degan. Shuning uchun ko'p yillar davomida Xudoni bilmasdan biz kelajakdagi yaxshi narsalar soyasida yashadik. Biz narsalarning mohiyatida yashamadik. U soya edi. Shuning uchun so'zda aytilishicha qonun zaiflashdi. Qonun tana orqali zaiflashdi. Tana adolatni yaratishga qodir emas. Qonun juda ko'p narsani talab qildi. 613 ta amr bor edi, lekin Masih ularning barchasini bajardi. Qonunning oxiri Masihdir. U men bekor qilish uchun emas, tasdiqlash uchun keldim, dedi. U qonunga bo'ysundi. Masih qonun talab qilgan hamma narsani to'ladi. Boshqa sudlanganlik yo'q. Boshqa qarzlar yo'q. Qonun xatoni ko'rsatdi. Qonunda aytilishicha gunoh qilgan jon oladi. Masih kelib gunohning kuchini yo'q qildi. U mening o'rnimda ham, sizning o'rningizda ham gunohga aylandi. Masihning xochi. Xochdagi olim qonunni tuzatish uchun kelmagan.
U qonunni qat'iyan bekor qildi va inoyat orqali yangi umid yo'lini ochdi. Biz Xudoning marhamati orqali yangi ahd ostidamiz. Keyin Xudo oglini yubordi. Tana hech qachon erisha olmaydigan narsaga erishish uchun. Bu ozodlikdir. Bu Xudoning marhamati. Endi siz kimligingizni, bu yer yuzida nima qilayotganingizni, Xudo siz uchun nimani tayyorlab qo'yganini, hayotda nimani yaxshilashingiz mumkinligini, tasavvuringiz qanday ekanligini, muqaddas kitob bizning qalbimiz va ruhimizga olib keladigan dunyoqarashni bilasiz. Masif tana hech qachon erisha olmaydigan narsani Golgota xochida bir marta va butunlay hal qildi. Demak, inoyat bu. Ozodlikka olib boradigan darvoza. Shuning uchun Galatiyaliklarga maktubining 5-bobida qalbimni shoh, ya'ni Rabbimizni yuksaltirishga, ulug'lashga va maqtashga undaydigan ibora bor. Pavlusning Galatiyaliklar deb nomlangan, biz kabi tomirlarimizda jismonan Isroil qoni bo'lmagan gayv yahudiylar cherkoviga qanday murojaat qilganiga qarang. Muqaddas kitobda aytilishicha, bizga hasad qilganlar bizni butparastlar deb atashgan. Lekin Xudoga shukr, bizda bunday emas. Masih hayotimizga kirgan paytdan boshlab biz butparast bo'lishni to'xtatdik. Biz Masih bilan birga vorislar, imonli Ibrohim bilan birga vorislar bo'ldik. Butparastlar bilan bir xil imtiyoz va imtiyozlarga ega bo'ldik. Biz 100 kishilik chodirda ovqatlanish huquqiga egamiz. Ibtido kitobida shunday deyilgan. Demak, biz Yafetning avlodlarimiz, najot uchun oldindan belgilangan butparastlarmiz. Xuddi Kanon yoki Xom urugi, halokat urugi borligi kabi. Ular hech qachon najot topmaydi. Ular halokatga mahkum etilgan. Lekin tanlanganlar ham bor. Chunki millat tomonidan najot topganlar Yahudiy xalqidir. Lekin bizga chodirda kechki ovqatda ovqatlanish huquqi berilgan edi. Xuddi shunday huquqlar bilan. Shuning uchun biz Masih bilan birga merosxo'rlarmiz. Shuning uchun biz imonli Ibrohim bilan birga merosxo'rlarmiz. Galatiyaliklarga maktubda sizga aytib qo'yay, hayotingizni o'zgartiradigan bir ibora bor. Bu sizning hayotingizni o'zgartiradi. Pavlus nima deganiga qarang. Masih bizni ozodlik uchun ozod qildi. Siz ruhning gaplarini tinglayapsizmi? Ozodlik uchun Masih bizni ozod qildi. Shuning uchun sobit turinglar va yana qullik zanjiriga bo'ysunmanglar. Masih bizni ozodlik uchun ozod qildi. Faqat Masih, faqat u ozod qiluvchi. Men uning Golgota xochidagi ishiman. U mening olimim uchun oldi. U sizning olimingiz uchun oldi. U bizning o'rnimizda oldi. U biz uchun oldi. U itoat etdi, barcha qonunlarni bajardi. Hamma narsa bajarildi. Qonunning maqsadini amalga oshirdi, dedi u. Pavl, rimliklar uchun bu Masih, qonunning oxiri esa Masihdir. Demak, xushxabardan ozodlik. Balki ba'zi odamlar ha deyishadi, lekin agar gap erkinlik haqida bo'lsa, bu mening gunoh qilishga ruxsatim borligini anglatadimi? Voy Xudoyim, nega bunday deding? Nega bunday deb o'yladingiz? Gunoh qilishga ruxsatmi? Yana aytaman, 46,5 yillik ruhoniylik faoliyatimda hech kim menga kelib, ruhoniy, men sizdan gunoh qilishga ruxsat so'ramoqchiman deb so'ramagan. Gunoh qiladigan odam, gunoh qilishga moyil bo'lgan odamdir. Xudoning urugi bo'lmagan, Xudodan qo'rqmaydigan odam ataylab gunoh qiladi. Albatta hammamiz gunoh qilamiz, hammamiz insonmiz, zaifmiz. Lekin ataylab gunohda yashash, bu iblisning farzandlariga xos, Xudoning farzandlariga emas. Demak, Injil erkinligi bu gunoh qilishga ruxsat emas, balki biz hech qachon ko'tara olmagan bo'yinturuqdan ozodlikdir. Masih bizni qamoqdan, Yahudiy qonunining bo'yinturuqidan, aybdan ozod qildi.
U bizni qonunning hukmronligidan, marosimlar, urf-odatlar, tolif, narf, roza, tun bo'yi bedorlik, tinimsiz suvga cho'miltirishlardan ozod qildi. Ko'pchilik vazgoylarning ongida hukmron bo'lgan qurbonliklar xalqni quldek yashashga majbur qiladi. Pavlus aytgan, Masih seni ozod qilish uchun erkinlik berdi. Dushman esa sezdirmay kelib, ayb yuklaydi va g'alati fikrlarni keltiradi. Pavlusning so'zlariga ko'ra, dushman o'zini nur farishtasiga aylantiradi va uning xizmatkorlari ham shunday qilishadi. Zulmatdan. Masih bizni aybdorlik qamoqxonasidan ozod qildi. Ha, chunki men juda kam roza tutganman. Ha, chunki men bormadim, televizor ko'rdim. Oh, chunki men sochimni bo'yaganman. Ha, chunki men plyajga borgan edim. Azizlarim, bu marosimlar, qurbonliklar, bularning barchasi qullik bo'yinturugidir. Xudoning xalqi Xudoning toliqligini his qilmasligida aybdorlar. Bu qonuniy Xudoni targ'ib qiluvchi adashgan voizlardir. Qadimgi ahdga asoslangan. Xudo bizni qonun hukmronligidan qutqardi. U bizga erkin yashash huquqini berdi. U ozodlik uchun ketdi. Masih bizni ozodlik uchun ozod qildi. U shu yerda. Men buni isbotlayman. Bu muqaddas kitobdir. U Masih bizni ozodlik uchun ozod qildi, dedi. Sobit turing, yana qullik bo'yinturugiga bo'ysunmang. Mening xizmatim 30 yildan ortiq vaz qilishni o'z ichiga oladi. Rioda, Braziliyada va butun dunyoda necha ming kishi ozod qilindi. Haqiqat orqali, Xudoning marhamati orqalimi? Ular aybdorlik qamoqxonalaridan ozod qilindimi? Ularga ma'naviy erkinlikda yashash huquqi berilganmi? Xo'sh, ishonchmi? Ishonchlilikmi? So'z nimani anglatadi? Shuning uchun endi Masihda bo'lganlar uchun hech qanday hukm yo'q. Iso. Hukm 60 ga tegishli, ozodlik Masihdagi hayotimizga tegishli. Shunday ekan, azizim, qul bo'lib yashashni qabul qilmang. Qurbongohlarda bo'lgan rahbarlar tomonidan qul qilingan ko'plab odamlar bor. Siz qul emassiz. Masih allaqachon qullikni yo'q qilgan. Masih bizni ozodlik uchun ozod qildi. Albatta, u erkinlik haqida gapirganda, erkin hayotni nazarda tutmayapti. U buni aytmadi. Biz Xudoning inoyatiga ishonganlar hech qachon bema'ni hayotni xohlamaymiz. Masih bizni ozodlik uchun ozod qildi. U bizni Golgota xochida Musodan, odamlarning amallaridan, behuda narsalardan ozod qildi. Behuda nozikliklar, jismoniy ta'limotlar, qoralashlar. Xudo, men seni bularning barchasidan ozod qildimmi, deydi. Ozodlik bu bizda mavjud bo'lgan yangi ma'naviy manzil. Masih bizni qamoqdan ozod qilmadi. Biz cherkovga kirganimizda yoki haqiqiy voizni tinglaganimizda, o'sha cherkovlar ichida mahkum ruhlar kabi yashashda davom etamiz. Ko'pgina masihiylar cherkovlar ichida hukm qilingan hayot kechirishadi. Men ham 21 yil davomida masjidda ko'kragimga urib, mening aybim, eng og'ir aybim deb yurganim kabi. Dushman mening o'zimni aybdor his qilishimni, qamoqqa olinishimni, qul bo'lishimni xohladi, lekin Masih kelib meni ozod qildi. Shunday qilib, fidoyi, diqqat markazida bo'lgan ma'naviy hayot, bu Xudo sizning hayotingiz uchun yaratgan narsa, bu hayotga mazmun beradi. Bu yangi yashash usuli. 2 Korinfliklarga 3-bob 6-oyatda aytilishicha, Rabbimizning kalomi shunday deydi. U bizni yangi ahdning xizmatkorlari bo'lishga qodir qildi.
Xudo bizga qonunparast bo'lishga, quldor bo'lishga yoki qoylar ustidan hukmronlik qilishga imkon bermadi. Xudo bizni chaqirmadi. Pastor jamoat uchun o'rnak bo'lish, ta'lim berishdan tashqari. Ta'lim beradigan, hukmronlik qilmaydigan, ochkozlik baxtsizligiga duch kelmaydigan voizdan nimani kutish mumkin? Bu Xudoning xizmati. U bizga yangi ahdning xizmatkorlari bo'lish imkoniyatini berdi. Mening Muso bilan marosimlar, to'lovlar, suvga cho'mish bilan hech qanday aloqam yo'q. Qarang azizlarim, bizning xizmatimizda odamlar bor. Rahmat. Bizning xizmatimizga kelishdan oldin 18 marta suvga cho'mgan bir kishi bor. 18-marta. Bizda 3, 4, 5 marta suvga cho'mgan odamlar bor. Chunki ular shunchaki yahudiylarning marosimi bo'lgan va bizga hech qanday aloqasi bo'lmagan suvga cho'mish suvi bizni o'zgartirishi mumkinligiga ishonishgan. Voy, men quruq gunohkor bo'lib kiraman va hol najot topgan bo'lib chiqaman. Bu mavjud emas. Xudo bizga ahd xatining emas, balki yangi ahdning xizmatkorlari bo'lish imkonini berdi. Lekin ruh, chunki harf oldiradi, ruh esa hayot baxsh etadi. Harf oldiradi, qonun oldiradi, qonun oldiradi, harf oldiradi, lekin ruh hayot baxsh etadi. Harf nima? Havoriy Michelangelo. Bu ogirlik, charchoq, qullik va ruhiy olim keltiradigan qonunchilik tizimi. Xudoning ruhi esa hayot, orom, ma'no va o'zgarish olib keladi. Masifiy hayoti har kuni yaxshilanish uchun insoniy harakat emas. Bu ichkaridan tashqariga oqib chiqadigan ilohiy ishdir. Inoyat sizdan kuchli bo'lishingizni talab qilmaydi. U sizni kuchli qiladi. Hayotingizni Xudoga topshiring, unga ishonchingizni bildiring. Qayerda bo'lsangiz ham lablaringiz bilan ayting. Bu hayotingizdagi eng yaxshi lahza, eng yaxshi payt. Bu sizning hayotingizdagi chegara, sizning borderliningiz bo'ladi. Hayotingizni Isoga bagishlang, taslim bo'ling, ajoyib inoyatga, Xudoning ajoyib inoyatiga ishoning. Lablaringiz bilan Iso, sen Rabbimsan deb ayting. Sen men uchun olding, qarzim uchun to'lovni to'lading. Meni gunohlarimdan tozalading. Meni ruh orqali muqaddas qilding. Sen mening Rabbimsan va muqaddas kitobda sizlar najot topasizlar deyilgan. Salvo nimani anglatadi? Salvo ozod bo'lgan degan ma'noni anglatadi. Shifo topgan degan ma'noni anglatadi. O'zgargan, satiriya, najot topgan, ozod bo'lgan degan ma'noni anglatadi. Qullik tugadi, evangelist qulligi tugadi. Hayotingizda xristian qulligi tugadi. Katolik birodar, protestant birodar tugadi. Siz hozirgina Rabbimizning gap qullik haqida emas, balki ma'naviy erkinlik haqida ekanligini aytganini eshitdingiz. Demak, bugun yakshanba siz allaqachon Iso mening Rabbim ekanligini aytdingiz va endi men sizni ikkinchi qarorni qabul qilishga undamoqchiman. Tirik Masifning cherkovida bo'lish muhimdir. Voy, uyim yaqinida, uyim yonida bunday narsa yo'q, deyishning foydasi yo'q. Men o'zimni hamma joyda yaxshi his qilyapman. Barcha yo'llar Rimga olib boradi. Agar cherkov sizning hayotingiz uchun javoblarga ega bo'lmasa, o'sha joyingizni tark etishingiz kerakmi? Hayotingiz uchun javoblari bor. Sizga maqsad hissini beradigan cherkovga keling. Cristo Vive'da bugun soat 9:00 dan 17:00 gacha Rio de Janeironing garbiy zonasidagi Campinho mahallasidagi Rua Marita 320 da. Agar siz boshqa mamlakatda bo'lsangiz, bizda xizmatlar mavjud. Braziliya vaqti bilan 9:00 va 17:00. Siz ijtimoiy tarmoqlar orqali bizning kurslarimizni kuzatib borishingiz va hatto masofadan turib ham cherkov a'zosi bo'lishingiz mumkin. Bu xizmatning bir qismi bo'ling, Masihda keling, tirik bo'ling, keling, eshiting, Xudoning inoyatini qabul qiling, chunki bu mukammallik ahdidir. U inoyatda Xudoni bilishda osadi. Ertalab soat 9, kunduzi soat 5. Siz Rio de Janeiroda bo'lganlar, ushbu lahzani yakunlab, sizlarga shuni aytmoqchiman. Bizda Rojdestvo bo'ladi.
Ajoyib Rojdestvo, kantata, katta ma'naviy bayram. 28 dekabr kuni va 31 dekabrdan 1 yanvarga otishda, ya'ni yangi yilni Iso bilan Kristo vivoda kutib olamiz. Biz bilan birga bo'ling. Haqiqatni yashang, hayotga ma'no toping, ozod bo'ling, yangi ozodlik va o'zgartiruvchi ahdni tanib oling. Unutmang, bu ozodlik uchun edi. Masih sizni ozod qildi. Qul bo'lma, ozod bo'l. Amin. Xudo amin. Ular imo-ishora tilida aytganidek amin, amin va yana amin. Men cherkov odamlari uchun Xudoga shukr qilaman. Masih tirik, bizga yordam beradigan, global inoyat missiyalariga xushxabarni e'lon qilishga sarmoya kiritadigan. Studiyadagi va televideniyadagi hamkasblarimga birgalikda minnatdorman. Xabarni tarqatish bilan shug'ullanib, men yuqori darajadagi supermarket xususiyatlariga ega bo'lgan sevimli supermarketlar tarmog'iga bo'lgan Villa Emil, Turbomildan Rodrigo Ambrosio va Fabiana Ambrosioga minnatdorchilik bildiraman. Qo'shma Shtatlar bozoridagi kabi Turbomil kompaniyasida ham eng yaxshi mahsulotlar mavjud. Bu ajoyib hayotlar uchun Xudoga shukr. Hurmatli birodarlarimiz Renato Villarnioga, Claudio Richeska, ularning shuhrati. Sevimli oila, sizning kompaniyangiz Zinzani dunyoga xushxabarni e'lon qilishga yordam beradigan va qo'llab-quvvatlaydigan kompaniya. Xudo mening havoriylarim qatoriga qo'ygan o'sha ziyoratchilar uchun Allohga hamdlar bo'lsin. Shunday qilib, biz birgalikda shohlikni rivojlantirishimiz, xabarni tarqatishimiz va hayotlarni saqlab qolishimiz mumkin. Juda tez rahmat, xayr, barcha hurmatlar. Barcha maqtovlar va barcha shon-sharaflar. Bu dekabr juda kuchli oy bo'ladi. Bu toj kiyish oyi bo'ladi. Bu Xudo mening qalbimga joylashtirgan so'z. Toj kiyish marosimi. Biz Xudoning 2025-yilda va'da qilgan barcha narsalarni Iso nomi bilan amalga oshirishini ko'ramiz. Barchaga eng yaxshi tilaklar. Men shifo haqida bashorat qilaman. Mo'jizalar, xalos bo'lishlar, o'zgarishlar, kuchli, mustahkam va erkin hayotlarni bashorat qilaman. Rabbimizning ulug'vorligi uchun Rio de Janeiro, Braziliya va butun dunyoga iliq quchoqlarimni tilayman. Inoyat va tinchlik,